Yangi yo'lda ularning salfetka sexiga 2 tonnali apparatni o'simiz qo'yib berdik. Baklar bilan montaj qilib berdik. Kirishiga ultrafiltratsiya filtrimizdan qo'yib berdik. Bundan bochka tushadi. Bochkada mexanik poplok, bochkada suv qolmasa elektronnik poploklar tashaldi. Slim varianti, bunda tosh ko'miri yo'q, antiskalant varianti, dozator qo'yilgan. Kirishda DVI nasosimiz turibdi, 4x4. Kiruvchi davleniyani 3 beryapti. Katta nasosimiz 11 davleniyada. Kiruvchi davleniyamiz PP filtrimizdan keyin 2 qolyapti. Kanalizatsiya 36 lar atrofida turibdi. Qo'lda suvimiz ham shunaqa 2 tonnadan oshiq beryapti.